Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimizni muntazam kuzatib kelayotganimizdan aziz muxlislarimiz, hurmatli obunachilar, biz hozir Namanganda gullar bayramidamiz. Hurmatli obunachilar, mana shu qanday kelasizlar bizga yo'qlab keladiganlar. Namangan shahar madaniyat bo'limi yonidan kirsanglar bo'ladi. Bog'da shu tomondamiz hurmatli obunachilar. Mana Spektr markazini yonidan kirsanglar bo'laveradi. Bu tomonga mana boqqa kirilib ketiladi. Bu tomonga mana bizga hokimiyat yonida hurmatli obunachilar. Hozir bizni joylarimiz mana shu joydan kirasizlar. Chap qo'l tomonda 5-6-joy hurmatli obunachilar. Kimda kim bizni yo'qlab keladigan bo'lsa, o'sha kanalga narxlarni qanday qo'ygan bo'lsak, Telegram kanalimizga xuddi mana shunday qimmatlamagan ham, nima ham bo'lmagan hurmatli obunachilar. Hozir Namangandamiz. Mana shu 5-6 joylar, ba'zi joylarimiz bemalol hozir assortimentlarimiz, gullarimiz bor. Bemalol kelsanglar bo'laveradi. Anya Bo'ronova kanalini orqasidan keldim deganlarga alohida prizlari bor. Lantani mana bularimiz hozir 35 mingdan hurmatli obunachilar. Hozir kameliyalarimiz mana bular kattalari, ruskuslarimiz mana 65 dan berib boramiz. Peperomiyalar mana chiroyli idishlarda bemalol kelsanglar bo'laveradi. Hozir mana bu imperatorlarimiz bor, piostrilarimiz, bularda 35 dan berib boramiz. Kaktuslarimizni ham arzon qilib berib boramiz. Hurmatli obunachilar, kaktuslarimizni ham arzon qilib berib boramiz. Hozir mana gullarimiz har xil juda ham chiroyli holatda. Bugun erta furamiz keladi, yangi furadagi gullarni ham hammasini olib kelamiz. Hamma gullarimizni chiroyli narxlari bilan beramiz. Optim narxda beraveramiz. Hurmatli obunachilar, kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.